O'rtoqlar mana dekabrda turibmiz. Dekabrda degan bo'laveradi. Noyabrda so'nggi kunlari 28-noyabr. Mana uzilishiga e'tibor beringlar. Sveji shoxidan uzyapmiz. Hozirgi kunda 20 ming so'm sotuvda. Shu olma 20 ming so'm sotilyapti. Bog'da o'zidan boshqa joylarda bilgan bo'lsalaring, Karzinka magazinlarida 36 ming so'm, 40 ming so'mdan bu olma sotilyapti. Ko'chatlaridan ulgurib olinglar, soni oz qolyapti. M109 payvantag, M106 payvantag, silniroz o'suvchi payvantaglarda ko'chatlar tayyorlaganmiz. Kesalaring shoxida turgan olmaga baho berib, ko'chatlardan olib ketishlaring mumkin. Bizda faqatgina olma bilan cheklanmaymiz. Hamma turdagi mevali ko'chatlardan sotuvni yo'lga qo'yganmiz. Qizig'i, eng ishonchligi o'zimizda dehqonchilik, kelasizlar, ko'rsatgan joylaringdan ko'chirib beramiz do'stlar. Sveji olib borib ekasizlar, xudo xolasa bir dona ham pateriya bo'lmasdan 100% ko'klaydi inshaalloh. Endi avvalo xudo tajribalardan kelib chiqib garantiya beryapmiz. Mana yerga to'kilgani ham hech narsa bo'lmaydi buni. Eng uzoq saqlanadigan bez xolodilnik yoz oyigacha turib beraveradi. Uy sharoitida xolodilnikka qo'ymaydi. Olmani bitta rangiga baho beringlar-da, rangi o'ta go'zal. Kelinglar, ulgurib qolinglar, ko'chatlar sotuvda. Shunaqa chiroyli bog'lar tashkillash kerak bo'lsa ham bizga bemalol aytaverasizlar.